turdim. Nima ho'p to'g'risan? O'zi kecha kelding. Studentlikdan. Qo'noshchi cho'g'a deb o'ylay. Qo'lingni yuvdir. Bo'pti, ketyapman. Sen o'zasan. Mana shuni sotib olishimiz kerak-da, sotib. Tako'p pul keladi baydan. Yepma. 5 daqiqada joyincha tashvarib kimdir. So'ng bekitib qo'yib, çok bitmasin bunlar tuzaman. Koydum. İşte yaprakçım. Yine bu gerek. Mes. Orucum oldu. Oh onu doydu. Dadam doğrumuza qo'shnimiz marketin o'laylik oltmishta tashlagan ekan. Popda bitta ish qo'yiladi qo'y beraman. O'sha pulni. Nima qilay? Yerlarni javob chiqdi. Popda ketdim men ish qilishib pullar. Ishdilar massaq o'zimni biznesim o'chmagan. Shunaqa qilaysan. Sen ish qilib qo'ysanmi? Xo'p. O'g'ri. Popda ko'zga ko'rishamiz lekin. Sen mi yordam berib? Bana yo'qol deb. Yo'qol be bizniki. Sen buzasan. Popda ko'zga uchrashganda ya. Yo'qol. Voy nima qilib qo'yasan? Chabus o'zi yo'qmishning. Biz ekinimizga. Buni ham sot o'rgandik. Bo'linma yali. Buni ochganda o'zimiz faqat sizlar kam qilmasizlar desanglar. Biz hammasini sot o'rganamiz so'nglari. Yurtda bu men olmaskinlarim topildi oxiriga. Ishdan kiyib kelganimda bolalar. Qol. Sizlar qo'llashganmiding? Yo'qol biznikidan, biz ekin-tekinlar. Yo'qol. Olmasha demayman. Ay boshim. Ey nima qilasan? O'zi chaqirmaslik kerak edi bolalar. O'zidan o'tdi to'g'rimi? Mavada biror ish qilsa mana mening guvohim bor. Kamerada qo'yib turibman sizlarga. Video. Voy. Bolalar lekin dadam bekorga bermadi. Hadya qilib bergan deydi. Massa bo'ladi. Kartoshkani pishirsak anchagina ovqat. Zararga ishlamayapman degan bitta. Bo'ldi. To'g'ri bo'ldik barni. Bari fermani qo'yib berdilar. Yo'ldagilar dadam oldiga borib barkib yopib qolar. To'g'rimi bolalar? Berib qolish mumkin oxir qilay. Biznesini ganim deb. Dadam meni olib keldim. Qani ko'raychi, sandiqlarga sol. Voy yaxshi, bo'pti, olov bor. Baba o'zing biznes ochmoqchi ekansan. Baba, ko'rimga olib ketaman. Bu pulni. Rahmat dada, rahmat. Arzimaydi. Ketdim bolalar endi. Biznes taksi. Egasiga berib kelaylik buni. Ketdim. Baydan qo'yib qo'yay. Kiraysan, nima bo'lmoqda? Siz meni 64 tashdagi uni joyini menga bering. Bo'ldi, naqdmi? Naqd. Bo'ldi. Ketaverga. Bular bu qanaqa biznes desanglar, bu biznes joddi biznes. Nima uni qo'shib o'ta baland desam puli. Shu ichidagi narsalar qo'riqlash uchun bu kafe. Buni to'lab ketgan. To'lab qo'yganman. Shu paytgacha nechta odam kelibdi? 64 odam kelibdi. Nimaga desangiz, bizda normalniy qimmat narsa asr bu.
İşte olmasga keladigan 10 tacha olmasga keladigan narsa. 10 ta olmos, bitta zumrad. Yo'q tashlaymiz. Bu yo'q qolsin. Sot. Dada sotdim. Endi bak ancha payt kiymasam kerak. Nimaga? Nimaga? Chunki ancha o'zini yotog'i bor. Qarang dada, men yana kiyimlarni topib oldim. Bo'pti. O'qishingga qaytguncha mana shu ishlab turasan. Bo'pti. Keyin men kelgunimcha qo'yib beravering, birorta odam ishlatsin. Arenda. Bo'pti, beraveraman. Videoni o'chirdim bolalar. Loy men tepaga chiqib oldim. Qaranglar. Qayerda bor qorong'i. Men chiqib oldim, qaranglar, yo'lcha ham bor. Shu kechim mumkin. Shu dam olib qolaman. Yana safargacha birorta odam yo'llaymikan bolalar. Men shunday ishlarni qilib o'tiraman. Videoni chop turaman. Nimaga bunday qildingizlar? Kafe narxi bitta zumrad 10 olmos. Sut, ya'ni bunday bor yerni o'tib qolsa sut bilan ishlab kelaman bu yerda. Kechqurun odamlar mana shu kelishadi, o'tirishadi. Aroq ham beraman, aroq ham sotamiz. Hozircha birga qo'ygan bo'lishim mumkin aroq. Lekin nega olib kelaman, lekin o'zim ichaman. Chunki men ichishga qarshiman. Lekin baylarga ham qarab tursam bo'lar, nima desanglar bundan anchagina pul keladi. Ham dadamga ham yordam berib turaman deb. Axir birga berib ketmaymiz. Qo'y bacha. Qo'yga berayim mumkin bo'lar. Qali uni ham ota-onasi otom. Balon yeyibsan. Böyle pul diyor. Yo'q, bolalar uchun. Cho'ntagidan pul chiqibdi. Buni haligi pulni ko'rmadingmi? Tushib qo'yganda. Bering. Hamma ko'rganman mana. Mana. Bo'pti. Bu quduqni nimaga bir qavat past qilib qo'ygansizlar? Bilmadim, shunaqa qo'yishgan. Yana pul tushib qolibdi. Cho'ntagingizga ko'ringchi, yirtiq emasmikan? Voy, yopilib qolibdi. Bo'pti, aka, senga qolsin. Men qo'yman. Qo'y mingami? Ha. O'zi bu biznesni kimda boshlansa men qarab qoldim. Bilsa meni bolalarim yo'q. Bilaman, ha. Kimdirga berishim kerak-ku. Kimdirga boshlaydi. Men ham o'yladigan kunim yaqinlashib qolgan. Deydi menga. Mayda o'zi o'tiradigan joylarim bor. Bitta menga o'xshagan qishloqqa kelgandi. Ha. O'sha pulni berib qo'ygan. Ha, o'zi aytdi. Kechqurun mayni yo'q. Voy, siz pulni to'lamoqchimisan? Yo'q. O'chirib qo'y. Ana o'chirib qo'ydim. Kechqurun yo'q qo'ygan. Bo'pti. Tak. Bugün bo'ldi, просто xursandman. Maydisiram ko'rsatib to'rtta olmos qaytarib berdi. Qo'yamiz menga. Sot ochiq joy ko'ragan bu nimaga qo'ying desanglar. Shunga ham kerak. Ana shuni menga berishini aytdi, dedim so'rab ko'raman. Men shundan o'tin olmadan suvli tayyorlab sotaman. Keyin voy ketaman. Yana safargacha ancha pulni ko'payib qo'ygan bo'lsa kerak. Videoni tuzatib qo'ydim. Ishlamay qo'ygan ekan lampocha. Ha, o'zida soatgamda buzilib qolgan, esdan chiqib qoldi. Bo'pti. Men sizga chiqib qo'yay. Sizga pul to'lamaymiz. Lekin baribir bizga cheksiz qilib qo'ygan qishloqda. Nimaga bunaqa kiyiming kiyib olding? Yuzingcha idar kiyiming qanday sizlar? Yaqinda maktabdan o'qishdan keldim. Uyga bordim, yotdim-da. Dada, deb aytaymi? Yo'q, to'satdan olmos qaytarib berdi. Ure! Bola, tabriklayman, bolam. Deb aytaymi? Men bilan qanday chiqagan? Bo'pti. Senga hadiya. Rahmat, dada. Sen aytasan. Ashta qolasan mendan ancha payt. Ha, ashta qolaman. Bo'pti. Yaxshi ishlagan. Bo'pti.
Çıktı ne güzel zaman ballar. Video etmeye geçtiğiyle bu avtomatik geçmeydi. Biz koydurganmiz. Baptı balasılama men. Satgan vatandan taşmayın. YouTube Niko bo'ldi. Sog' bo'ling. Salomat bo'ling. Xayr hammaga bolalar, xayr. Like bosing, obuna bo'ling.